Zuhriddin shunday ish topingki, dokumentsizlarni ham olib, dokument ham qilib bersin degan aka opa-singillarimizga bizda ajoyib ish bor. Dokument yo'qlarga dokument ham qilib beradi. Dokumentingiz bo'lsa ofitsialni olinadi. Ya'ni bu ish ruskiy firmada oyliklik, yotoq, registratsiya, borib kelish, xullas hamma narsa mutlaqo bepul. Undan tashqari patentingizga soqqadan beradi, pul beradi. O'zingiz taxlab olib, sirazi ofitsialniy оформление qilib olasiz. Agar mana shunaqa komfort Toyota mashinalarda granitsaga chiqib kelishga nima deysiz? Albatta, agar sizni migratsiyanga vaqtingiz tugadimi, dokumentingizda qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar yoki Zolotoyda qandaydir qarzingiz bormi, umuman qiziq yo'q. Har qanday holatda ishonchli va kafolatli granitsa xizmatini sizlarga tavsiya etamiz. Hamma muammolar shu ekrandagi nomerga telefon qilishingiz orqali albatta hal bo'ladi. Bunaqa ish like arziydimi? Albatta arzsa bir donagina videoga like bosamiz va kommentariyada hech bo'lmasa omad Zuhriddin so'zini yozib qoldiramiz. Ha, aytgancha, hurmatli do'stlar, bizda ajoyib yangilik bor edi. Biz Zuhriddin Musofir kanali endi Instagram sahifasida ham o'z kanalimizni ochdik. Bu silkasini yoki qidirsanglar ham Zuhriddin Musofir chiqsa kerak, yoki bo'lmasa kommentariyada birinchi kommentariyaga zakreplение qilib qo'yaman. Silkasini o'tib, iltimos obuna bo'linglar. Endi mana shunaqa zo'r ishlar birinchi bo'lib Instagramda chiqadi. Ya'ni Instagramda birinchi qo'yamiz, undan keyin YouTube'ga qo'yamiz. Shuning uchun bunaqa ishlarni zo'rini o'tkazib yubormaslik uchun tezda o'sha Zuhriddin Musofir kanalining Instagramdagi Zuhriddin Musofir kanaliga obuna bo'linglar. Inshaalloh har bitta bosgan podpiskalar uchun men o'zim shaxsan qaytaraman. Shuning uchun ikkilanmasdan kim podpiska bo'lsa, addushi qaytaraman. Inshaalloh poddesh qilib turinglar. Mana shu Instagramda ham o'zimizni sahifamizni yo'lga qo'yib, mana shu xalqni Instagramdan ham endi ishlik qilamiz va Rossiyadagi eng birinchi yangiliklarni shu Instagram sahifasida birinchi bo'lib qo'yib boramiz. Shuning uchun albatta iltimos qilardimki, Zuhriddin Musofir kanalining Instagramdagi sahifasiga obuna bo'lib qo'yamiz va albatta YouTube'ga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Tez orada YouTube'da 300 ming bo'lamiz. Mana shunaqa inshaalloh Xudo xolasa yangiliklar bilan birgalikda ishlasak, Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Demak, bu ishimiz bugun chiqmaydi. Bugun faqat ma'lumoti, ya'ni qayerda birinchi chiqadi. Undan tashqari Zuhriddin Musofir kanalida Telegram ham bor. Albatta Telegramda o'sha ish jarayonlarini ham bemalol tashab berishi mumkin. Shuning uchun albatta Zuhriddin Musofir kanalini Telegram kanaliga ham o'tib olinglar. Telegramda ham birinchi yangiliklar chiqyapti. Demak, bugun men sizlarga aytmoqchi edimki, bugungi eng katta yangiligimiz shu Instagram sahifasini ochganimiz. Ko'pchilik boshqa odam deb o'ylamasin, laxatronlar yoki boshqalar mashinniklar emas, bu o'zimning shaxsiy kanalim. Shuning uchun inshaalloh Xudo xolasa dushanba kuni kechga yoki seshanba kuni ertalabki men aytayotgan o'sha dokumentiga ham yordam beradigan, hamma narsa mutlaqo bepul, oyligi $1000 dan $3000 bo'lgan ish dushanba kuni kechqurun yoki seshanba kuni chiqaramiz. Hozir biz videoni ishlash, montaj qilish jarayonidamiz. Inshaalloh Xudo xolasa like bosib, komment yozib, shu Instagram, Telegram hamda YouTube'ga obuna bo'lib tursanglar bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa bu ishni tezroq chiqaramiz. Albatta, sizlar qancha aktiv bo'lsanglar, biz shuncha aktiv bo'lamiz. Xullas, bugunga mana shunaqa ajoyib yangiliklarda bizdan uzoqlashmanglar, yangi ishni kutib turinglar. Inshaalloh Xudo xolasa ertaga kechga yoki seshanba kuni erta tong bilan sizlarga mana shu ajoyib ishni chiqaraman. Sog' bo'linglar, Zuhriddin Musofir kanalidan uzoqlashmanglar. Nima muammo, nima yordam kerak bo'lsa komment yozib qoldiringlar. Qanday ishlarni qayerdan chiqarishimizni biz albatta chiqaramiz. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi.